O'rtacha smartfon narxlari 3 million so'm bo'layotgan hozirgi vaqtda undan arzonroqqa kuchli brend smartfonlar topsa bo'ladimi? Ha, albatta bo'ladi. Salom, ismim Abdulaziz. Ushbu videoda sizlar bilan 2025-yilda xarid qilishingiz mumkin bo'lgan top 3 ta hamyonbop smartfonlar haqida gaplashib o'tamiz. Eng asosiysi, ularning barchasi 1,5 million so'mdan arzon bo'lishiga qaramasdan zamonaviy dizayn, kuchli batareya va yaxshi kameraga ega. Demak, 3 ta arzon smartfonlarimizni tanishtirib o'taman. Birinchisi TechnoSpark Go 1. Ikkinchisi Honor X5B Plus. Uchinchisi va eng oxirgisi Redmi 14C. Ushbu yangi smartfonlarimizni korobkasidan sizlar bilan birgalikda ochib, texnik xususiyatlari bilan tanishtirib o'taman. Demak, TechnoSpark Go 1 dan boshlaymiz. Korobkasi dizayni juda ham chiroyli, lekin ochilishi biroz noodatiy ekan. Xo'p, ko'rishlar mumkin smartfonimiz. Xo'p, olamiz. Tak, telefonni qo'yib turamiz. Korobkasida nimalar bor ekan? Xo'p, ochishimizga bu yerda galovka, Tecno brendi o'ziga tegishli va bir taraf Type-C va USB 2D kabel hamda Tecno brendiga tegishli quloqchinlar ham bor ekan, simli quloqchinlar, hujjatlar va prozrachniy защитник ham bor ekan. Xo'sh, smartfonni o'ziga keladigan bo'lsak, orqa va yon tomonlari plastmassa korpus, yon barmoq izi skaneri mavjud, 183 gram og'irlikda va kamerasi o'ziga xos noodatiy ovalsimon shaklda. Ekranga keladigan bo'lsak, 667 dyum IPS LCD displey hamda 120 Hz yangilanish chastotasiga ega displey bemalol kun yorug'ida ham ishlatsa bo'ladi. Hamda scroll qilinishlari juda ham silliq, ilovalarga kirishlari ham juda ham tez. Prosessor va ishlashga keladigan bo'lsak, Unisoc 606 prosessoridan foydalangan. Bu biroz oddiyroq, lekin optimizatsiya qilingan varianti. Yengil va o'rtacha kuchdagi programmalarni bemalol o'qiy oladi, lekin og'ir o'yinlarni va boshqa programmalarni o'qishda biroz qiynalib qolish mumkin. Misol uchun PUBG da biroz qotibroq ishlashi mumkin. Asosiy kamerasi 13 megapiksel, yorqinroq va ochiq joylarda rasm sifati yaxshiroq bo'ladi, lekin qorong'uroq bo'lgan joylarda esa rasm sifati yaqqol bilinadi. Oldi kamerasiga keladigan bo'lsak, 8 megapiksel selfie kamera bilan jihozlangan. Bunda ranglar biroz yaxshiroq beradi, lekin bunda ham o'rtacha toifadagi kameraga kiritsak bo'ladi. Batareya sig'imi 5000 mAh quvvatga ega. Bu kun davomida bir oddiyroq vazifalarni bajarish uchun, gaplash uchun yoki SMS yozish uchun bemalol yetkazsa bo'ladi, lekin o'yin o'ynash yoki video ko'rishlar uchun bir kun davomida yetkazib bo'lmaydi. Zaryad olish tezligi esa 15 vatni qo'llab-quvvatlaydi. Bunda o'rtacha holatda desak bo'ladi. Umumiy holatda ushbu smartfonimiz kundalik foydalanish uchun bemalol arziydi va xarid qilsalar bo'ladi. Narxi esa 1,249,000 so'm. Asahi.uz saytidan bo'lib to'lashga yoki naqdga bemalol xarid qilsalar bo'ladi. Buni asosan sovg'a uchun yoki kattalar yoki yoshlar uchun xarid qilsalar bo'ladi. Lekin kuchli o'yinlar yoki shunga o'xshash kuchli programmalar uchun qimmatroq smartfonlarni xarid qilishingiz kerak bo'ladi. Endi esa ikkinchi smartfon Honor X5B Plus ni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Xo'p, korobkasi odatiy holatda. Smartfonni o'zini ko'rishingiz mumkin. Olamiz. Xo'p, tursin, korobkasida nimalar chiqar ekan. Xo'p, bu yerda prozrachniy защитник bor, Honor brendiga tegishli korobkasidan chiqadigan. Mana bunday va bundan tashqari xo'p, alohida galovka va alohida USB-C portiga ega kabel ham chiqadi. Smartfon dizayniga keladigan bo'lsak, orqa tomoni matviy plastmassadan ishlangan. Bu o'ziga xos zamonaviy ko'rinishni beradi.
ko'rishingiz mumkin va kamerasi esa 3 ta kamera blokidan hamda bitta asosiy chiroqdan iborat. Yonboshlari esa bu yerda Touch ID'si ham bor va boshqa smartfonlardan farqli o'laroq yuqorisida joylashgan SIM karta soladigan joylari. Pastida esa USB Type-C zaryadlash portidan foydalanilgan. Ekranga keladigan bo'lsak, 656 dyum IPS LCD displey bilan jihozlangan 90 Hz yangilanish chastotasiga ega. Bu hozirgi smartfonlar uchun standart razmer sifatida olsak bo'ladi. Bunda bemalol scroll qilishlar ham silliq holatda kechadi. Videolarda Full HD formatni qo'llab-quvvatlaydi. Smartfon MediaTek Helio G36 protsessor bilan jihozlangan va ushbu protsessor hozirda bozordagi o'rtacha holatdagi protsessorlardan hisoblanadi. Bunda oddiy va o'rtacha kuchdagi ilovalarni va o'yinlarni bemalol o'qiy oladi. PUBG ni ham o'qishi mumkin. Unda ham bemalol o'ynasanglar bo'ladi. Smartfon 50 megapiksel asosiy kamera bilan jihozlangan, 3 ta kamera blokiga ega. Kunduzi va tashqari holatlarda juda ham yaxshi suratga oladi. Oldi kamerasi esa 5 megapiksel. Bunda nisbatan yaxshi emas, lekin har holda oddiyroq rasmlarni ham bemalol oladi. Eng asosiysi, kamerada olingan rasmlarni sun'iy intellekt yordamida o'zgartirish yoki ranglar qo'shish, qo'shimcha funksiyalarni bajarish imkoniyati mavjud. Nisbatan kuchliroq 5200 mAh batareya quvvatga ega, 22,5 Watt quvvatga olish tezligiga ega, kompaniya aytishi bo'yicha 1,5 soatda to'liq quvvatlanadi. Narxiga keladigan bo'lsak, 4 ga 128 xotiraga ega smartfon narxi 1,499 ming so'm. Asahi.uz saytidan bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Umumiy xulosa qilib aytganda, bunday xususiyatlar o'z narxiga bemalol to'g'ri keladi. Uchinchi smartfonimiz esa HyperOS operatsion tizimi bilan jihozlangan Redmi 14C smartfonni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'p, ko'ramiz, bunda yana qanday qo'shimcha komponentlar chiqar ekan. Asosiy smartfonimiz, buni qo'yib turamiz. Xo'p, ochadigan bo'lsak, bu yerda keraksiz korobkalar va prozrachniy zashnik. Menimcha, zashnik qo'yish bu deyarli barcha brendlar uchun odatiy holatga aylanib boryapti. Samsung yoki Apple'dan boshqa. Type-C USB va 33 Watt tezkor zaryadlash golovkasi. Juda ham yaxshi. Smartfonni o'zi bilan tanishib o'tadigan bo'lsak, 688 dyum displeyga ega HyperOS operatsion tizimida ishlaydi. Bu Xiaomi'ning maxsus o'zini operatsion sistemasi. Dizaynlari esa premium dizaynni beradi. Orqalari silliq, shishaga o'xshaydi, balki shisha bo'lishi ham mumkin. Kamerasi ham o'ziga xos dumaloq, katta ko'rinishda. Bu menimcha gabaritiga mos kamera. Bunga menimcha yana ozroq kattalashtirsa, planshet o'rnida ham ishlatsa bo'ladi. 90 Hz yangilanish chastotasiga ega. Bunda ekranda bemalol scroll qilish yoki video hamda TikTok va boshqa ilovalardan bemalol foydalanish mumkin bo'ladi. Protsessorga keladigan bo'lsak, Redmi 14C smartfonimiz MediaTek Helio G81 Ultra protsessori bilan jihozlangan. Bu bemalol o'rta va kuchli holatdagi o'yinlarni o'ynashga qo'l keladi. Buning kattaligi esa undan ham juda ham qulay bo'ladi o'yin o'ynayotganingizda. Shu bo'yicha menimcha eng yaxshi variantlardan biri desak bo'ladi, o'rtacha narxdagi. Asosiy kamerasiga keladigan bo'lsak, 50 megapiksel dual AI kamera bilan jihozlangan. Bunda AI orqali kamerada olingan fotosuratlar bilan qo'shimcha ishlashingiz mumkin. Rangini yoki undagi jihozlarni olish, o'chirish, shunaqa yaxshi funksiyalardan foydalansanglar bo'ladi. Selfie kamerasiga keladigan bo'lsak, 13 megapiksel selfie kamera. Bu o'zining narxiga nisbatan juda ham yaxshi. Tiniq holatda suratga oladi va bemalol xohlagan joylarda rasmga suratga tushishingiz mumkin bo'ladi. Batareya quvvati ham kuchli, 5160 mAh quvvatga ega. Bemalol 22 soatgacha video ko'rishingiz mumkin. Hamda menimcha bir kun bemalol xohlagan
maqsadda foydalansanglar bo'ladi. Hamda 18 watt quick charge, ya'ni tezkor quvvatga olish tezligi bilan jihozlangan. Bunda zaryad tugab qolganda bemalol qisqa muddatda zaryad oldirsanglar bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, 4 ga 128 xotiraga ega ushbu Redmi 14C smartfonimiz asahi.uz saytida chegirmada 1.439.000 so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Bugungi videoda sizlar bilan top 3 ta eng hamyonbop smartfonlarni tanishib o'tdik. Bular nafaqat narxi bilan, balki dizayni, sifati va xususiyatlari bilan ham menimcha eng yaxshi variantlardan biri bo'lsa kerak. Sizning fikringiz qanday? Qaysi biri xarid qilishga arziydi va qaysi biri yaxshiroq? O'z narxiga mos keladigan smartfon qaysi biri? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va albatta smartfon kerak bo'lsa asahi.uz saytidan xarid qiling. Asahi sizning internet do'koningiz.